kecha bitta video ko'rdim. Ustalani mashinasini qo'yganlar. Ya'ni har xil soha ustalar ishlayapti. Elektrik deymizmi, kafilchi deymizmi, gipsokartonchi, malyar tiyagachi hammani mashinasini ko'rsatib, eng oddiy mashina Cobalt'da 25 yil faqat 2 kilo shpakilovka tortgan usta, men 25 yil stajim bor deyishi yashang. noto'g'ri. Masalan, mashhurlikni kibrga ketib qolishi mumkin. Kibr yomon narsa aka. O'zimiz bilmagan holatda kibr qilib qo'yishimiz mumkin-da. hozir qo'pol qilib aytgandan fohisha ham blogerda. O'shani plankasiga tushib qolmaslik uchun biz ustamizda, deyman. Podpисчикini kam ko'pligiga qarab salom alaykum qiladigan ustalarni ko'rdim Instagramda. Cho'qqiga chiqish oson deydi. Cho'qqida turib bilish qiyin. Qolagan dunyoviy diniy ilm bo'ladimi, hunar bo'ladimi, bu anaqada zahmat chekadi, keyin natijani ko'raverasizda. Professional yo'nalishida bizni xohlasa 2 oy bosib ishlab, 4 ta 5 ta obyektni ishlab, 1 oy telefonni o'chirib dam olgani ketaversa bo'ladi. Kelajakda inshaalloh O'zbekistonda ustalar, bilmayman, yaqin 10 yildir, balki 20 yildir ustalar soatiga pul olishni boshlaydi. Ikkita odam deydi hech qachon xor bo'lmaydi. Bittasi ilmli odam, hech qachon xor bo'lmaydi. Ikkinchisi hunarli odam ekan.